Bugungi sotuvimizda 0 dan 100 gacha bor yo'g'i 4-2 soniyada chiqadigan BMW X5 M60i. Kapotimizdan teng keladigan bo'lsa, bu yoqda V8 Turbo 4 Twin Power turbo motor yotibdi va unda 530 ta ot kuchi bor. Bu M60imiz boshqa X5larga qaraganda mutlaq ajralib turadi. Nimagaki avtomobilimizning oldi qismi, splitter, yon jabra, bokovoy, parok hamda orqa difuzor va spoilerlari полностью karbon elementlari bilan jihozlangan. Balonimizga keladigan bo'lsa, razin shiroki bo'ladi. R21 dyumli shunaqa qop-qora M diska va M supportlar bilan jihozlangan. Shinasi keladigan bo'lsa, Michelin Pilot Sport Tour S. Aytgancha, menga obuna bo'lib qo'ysa, shunaqa sotuvdek zo'rini markalarni birinchi bo'lib mana profilimda ko'rasiz. Salonimizga keladigan bo'lsa, avtomobilimizda 5 kishi uchun mo'ljallangan. Sidyalarimiz shunaqa sportivniy bo'ladi. Yon tomonda bokovoy podдержка zonalari bor. Avtomobilimizning tepasi полностью Alcantara, nafaqat tashqi, balki ichki saloni ham полностью karbon elementlari bilan jihozlangan. Undan tashqari, podstаканникларimiz istadi sovutadi, pnevmo podveska, tepamizda полностью Sky Lounge va BMW'chilarga eng yoqadigani Bowers & Wilkins akustika sistemasi. Gap yo'q. Avtomobilimizda shunaqa eshikni ochganingizda qo'shimcha o'zining paroklari tushib keladi. Undan tashqari, uncha X5 da bo'lmagan funksiya, orqa balonlari ham buriladi. Niyat qilganlar bo'lsa, ekran ustiga 2 marta bosib qo'yish esdan chiqmasin. Avtomobilimizning narxi keladigan bo'lsa, 149 ming AQSh dollar.